demak, jigar bo'lakchasi, mana sizlar bilan o'tgan safar bir bu narsaga to'xtalib o'tganmiz. Oldingi darslarimizda struktur funksional birlik degan tushunchani aytgan edik, to'g'rimi? Struktur funksional birlik. Demak, struktur funksional birlik nimadir? Bu ko'pchilik a'zolarda bor, o'pkada bor, hop, bu bor, suyakda bor, mushakda bor, nervda bor va jigarda ham bor. Struktur funksional birlik degani a'zoni vazifasini bajara oladigan eng kichkina qismiga biz struktur funksional birlik deymiz. Masalan, jigarni olsak, gepatatsit jigar bajaradigan vazifani bajara olmaydi. Demak, gepatatsitdan keyingi bosqichda nima bor ekan? Qanaqadir bitta tuzilma va buni biz jigar bo'lakchasi deymiz. Demak, jigar bo'lakchasi bu jigarning struktur funksional birligi. Hop, bu zagruzka bo'lguncha yana boyagi anaqaga qaytamiz. Histology guide'ga. Hop. Jigar bo'lakchasini aytish uchun bizga kerak bo'ladi birinchi boyagi jigarni o'zi, jigar darvozasi kerak bo'ladi, to'g'rimi? Ashni aytganingizda mana ashni o'rtasida nima bor dedik? Jigar darvozasi bor dedik. Mana jigar darvozasi bu jigarga kiradigan qismi, to'g'rimi? Jigarga qon tomirlarini kiradigan va chiqadigan qismi. Hop, jigarga qaysi qon tomirlar kiradi? Birinchi o'rinda yurakdan jigarga yo'naladigani. Nima deganimiz? Yurakdan chiqib ketadiganni arteriya deganimiz. Arteriya. Demak, jigar arteriyasi. Arteriya gepatika, propria. Hop. Undan keyin darvoza venasi ham kiradi. Vena odatda o'zi nima qilish kerak? A'zodan chiqish kerak, yurakka yo'nalish kerak, to'g'rimi? No, biz o'tgan safar sizlar bilan aytdik, ichaklardan kelayotgan qon yurakka qarab yo'naladi o'zi. To'g'rimi? Ingichkichakdan, yo'g'onchakdan, taloqdan kelayotgan qon yurakka qarab yo'nalyapti, lekin yo'l-yo'laki ular jigar orqali o'tib ketyapti. Shuning uchun ham bularning yo'nalishi o'zi yurakka qarab, bular через jigar orqali o'tgani uchun nima qiladi? Jigarga kiryapti, bular kiryapti. Shuning uchun ham jigarga bu qon tomir kiradi. Nomini nima dedik? Darvoza venasi. Vena porta deyiladi. Va vena portadan keyin yana bizada bor, jigardan endi chiqadi. Bu umumiy o't yo'li, ductus hepaticus communis. Umumiy jigar o't yo'li chiqadi. Tushuntira oldimmi? Nima dedi? Hozir unga boramiz. Unga borguncha biz tushunoladigan narsamiz bor-da. Mana misol uchun jigar bo'lsa, jigarga kiryapti, mana bizda jigar darvozasi, to'g'rimi? Hop, jigar darvozasidan bizda kiryapti. Nima kiryapti? Jigar arteriyasi. To'g'rimi? Arteriya gepatika. Hop, bizda kiryapti yana nima? Darvoza venasi, vena porta va bizda chiqyapti nimadi? Ductus hepaticus communis. Agarda mana buni birlashtiradigan bo'lsak, endi ruschasiga hazillashadi, studentskaya dvoyka deyiladi. Chunki nima bo'lyapti bu? D V A 2 bo'lyapti. Studentskaya dvoyka deb hazillashiladi. No, bu nimadir? Ductus hepaticus communis, vena porta va arteriya gepatika. Tushundinglar? Men 2. Endi bular jigari ichiga kirgandan keyin xuddi boyagi daraxtga o'xshab shoxlanadi, to'g'rimi? Birinchi sektorlar bo'yicha, keyin segmentlar bo'yicha, to'g'rimi? Mana daraxt shoxiga o'xshab mana nima qilyapti? Shoxlanyapti. Shoxlanib mana bo'laklar bo'ladi, bo'laklar aro bo'ladi. Mayda shoxlanib o'sha jigar bo'lakchasigacha yetib kelyapti. Tushuntira oldimmi? Boyagi jigarni struktur funksional birligi, ya'ni nimagacha yetib kelyapti? Jigar
bo'lakchasigacha yetib kelyapti. Jigar bo'lakchasi geksogonal tuzilishga ega. Geksagon degani 6 qirrali degani. Mana 6 qirrali tuzilishga ega. Va bu jigar bo'lakchasini markazida markaziy vena bor. Vena centralis. Ana endi biz geksagonal 6 burchakli deyapmiz. 6 burchakligini qayerdan bilamiz? 6 burchakligini boyagi portal triada joylashgandan bilamiz. Ya'ni mana shu qirralarida nima joylashar ekan? Demak, arteriya joylashar ekan. Arteriya joylashar ekan. Bu nimani davomi? Boyagi arteriya gepatika communisi. Buni arteriya interlabularis deymiz. Bo'lakchalar aro arteriya. Yana bizada bor nimani davomi? Vena portani davomi. Mana vena portani davomi. Va bu yerda yana nima bor? Mana umumiy o't yo'lini davomi. Demak, bu ham ductus interlabularis bo'ladi, bo'lakchalar aro mana. Demak, mana shu 3 tasini biz nima derkanmiz? Triada. Va mana shu triadalarni o'zaro bir-biri bilan birlashtirsak, bizda boyagi bo'lakchani chegaralari hosil bo'ladi. Endi jigar bo'lakchasida biz nimani ko'ramiz? Boyagi endi gepatotsitlarni ko'ramiz. Bu gepatotsitlar bizda mana bunaqa nimani hosil qiladi? Ustunchalarni hosil qilgan bo'ladi mana. Bu mana ham gepatotsit hammasi. Keyin bu yerda mana yana gepatotsitlardan iborat mana nima ketyapti? Ustunchalar. Demak, gepatotsitni o'zi, jigar hujayrasining o'zi jigar vazifasini nima qila olmas ekan? Bajara olmaydi. Bu vazifani nima bajarar ekan? Boyagi jigarni struktur funksional birligi nima bajaradi? Jigar bo'lakchasi. Endi tushunib oldinglar sxemasini, to'g'rimi? Demak, 6 ta chetida bizda nima joylashar ekan? Triada joylashadi. Triada markazda markaziy vena. Markaziy vena bilan triadalarning o'rtasida bizda nima ekan? Jigar ustunchalari yoki jigarning nimasi? Balkalari dedik. Endi bu sxemasini tushunib olganimizdan keyin bu hali sizlarga gistologiyada ham kerak bo'ladi. Uzilib qopti. Ana senga. Yo'q. Mana boyagi sizlarga aytgan bizani 6 burchakli tuzilmamiz mana. Bundoq qilsam, prosta 6 burchakni bir qismi olib tashalgan. Prosta ichida nima borligini ko'rish uchun da. Atak mana chetga qaraymiz. Chetga qarasak mana eng kattasi bu nima edi? Ko'k rangli. Bu portal venani davomi vena. Demak, qizil rangli bu arteriya, yashil rangli o't yo'l. Bu yerda endi limfa ham bor, u muhim emas. Triadaga kiradigan mana 3 ta tuzilmani ko'rdik. Endi bu chetiga qaraymiz. Bu yerda ham bizda nima bor? Mana triada bor. Mana bu yoq chetiga qaraymiz. Bu yerda ham triada bor, bu yerda ham triada, bu yerda ham triada. O'zi bu yerda ham yana bitta triada bor. Markazda nima joylashar ekan? Markaziy vena joylashadi va triadadan markaziy venaga qarab mana bunaqa tomir joylashgan. Tomirlar bularni biz sinusoidlar deymiz. Sinusoidlar deymiz. Endi biz bilishimiz kerak, bu anaqada jigar bo'lakchasida qon oqimi qanaqa amalga oshadi. Demak, arteriya orqali bizda qanaqa qon keladi? Kislorodga boy, oziq moddalarga boy bo'lgan qon keladi, to'g'rimi? Demak, bu qon nima qilyapti? Mana sinusoidlar orqali markaziy venaga qarab mana yo'nalyapti. Mana yo'nalyotganda bu sinusoidlarning yonida nima joylashyapti dedik boya? Jigar hujayralari, gepatotsitlar. Gepatotsitlar ham faoliyat olib borish uchun ularga nima kerak? Kislorod kerak, ularga nima kerak? Oziq modda kerak. Demak, qon mana shu yerdan yo'nalyotganda gepatotsitlarga o'tadi-da, u yerga nimani beradi? Kislorodni beradi, oziq moddani beradi. U yoqdan kelayotgan karbonat angidrid, qoldiq mahsulotlar bo'lsa sinusoidga tushadi-da. Sinusoidga bizda endi qanaqa qon tushyapti? Venoz qon tushyapti. Karbonat angidridli va
chiqindilik nima tushyapti? Qon tushyapti. Bu birinchisi. Tushunarli? Demak, arteriyadan qatga qarab yo'nalyapti, markaziy venaga. Endi keyingisi fioletvoy rangda chizamiz. Bu demak portal vena orqali kelayotgan qon. Portal vena, mana boya aytdik, mana portal vena. Portal vena qatdan kelayotgan qonni yig'indisi edi. Ichaklardan kelayotgan qonni yig'indisi edi. Demak, u yerda nima bor? Aminokislotalar bor. Yopib qo'ya qoling. U yerda nima bor yana? Glyukozalar bor, yog' kislotalar bor, to'g'rimi? Demak, bu mahsulotlar darvoza vena orqali so'rilgandan keyin qatga boryapti? Jigarga boryapti. Jigar nima qiladi u yoqdan? Demak, aminokislotalarni oladi-da, to'ppa-to'g'ri filtr. Aminokislotalarni oladi, u yerda oqsil hosil qiladi. Uglevodlarni oladi-da, nima hosil qiladi? Glikogenni hosil qiladi. Yog'larni oladi-da, lipoproteinlarni hosil qiladi, to'g'rimi? Buning uchun ichaklardan kelayotgan o'sha aminokislotali qonni biz nima qilishimiz kerak? Gepatatitgacha olib borishimiz kerak. Demak, bu qon portal venani tarkibida mana keldi. To'g'rimi? Kelgandan keyin bu ham portal venadan qarab turib, qayerga qarab yo'nalyapti? Markaziy venaga. Va yo'nalganda nima qilyapti mana? Chiqindi emas. Aminokislotani beryapti, glyukozani beryapti. Tushuntira oldimmi? Mana qaranglar. Misol uchun bankda o'tirgan xodimga ikkita holatda pul keladi. Birinchisi bu uni ishi, kassa deylik yoki misol uchun qaysidir xizmat uchun unga pul berishdi. Aytaylik, mana laboratoriyani kassasida o'tiribdi. Keldi-da, bemor qon analizi uchun pul berdi. Kassir pulni sanadi. U pulni cho'ntagiga soladimi? Yo'q, nima qiladi u pulni? U pulni общий kassaga solib, anaqaga seyfga solib qo'yadi, to'g'rimi? Qo'lidan pul o'tyapti, lekin u pulni nima qilmayapti? Ishlatmayapti. Lekin bor, yana u ishlagani uchun bir oyda bir marta unga nima beriladi? Yana oylik beriladi. U oylikni o'zini ehtiyoji uchun ishlatadi, to'g'rimi? Demak, arteriyadan kelayotgan qon bu oyligi. Demak, uni o'zini faoliyati uchun ishlatadi. Kislorod qilib oladi, oziq modda qilib oladi, o'zini yashashi uchun ishlatadi. Portal venadan kelayotgan qonni bo'lsa, nima qiladi? Faqat boyagi oqsil sintezi uchun ishlatadi, glikogenni sintezi uchun ishlatadi, ish uchun. Yoki mana evsda ishlaydigan xodim deylik, yana bitta evsda ishlaydi, to'g'rimi? U go'shtni mana kesadi, nonni oladi, lavash tayyorlaydi, to'g'rimi? Lavash tayyorlaydi. Lekin o'sha lavashni tishlab yeydimi? Yo'q, uni sotadi, to'g'rimi? Berib yuboradi. Demak, portal venadan kelayotgan boyagi aminokislota, monosaxaridlar ham nima ekan? Mana shu lavashni xomashyosi. Demak, bu lavashni o'sha narsadan yasayapti-da, nima qilib yuboryapti? Markaziy venaga uzatib yuboryapti. Arteriyadan kelayotgan qon bu boyagi ishchini zavtraki yoki obedi yoki ujini. Uni endi o'zini ehtiyoji uchun ishlatadi. Tushuntira oldimmi farqini? Demak, arteriyadan kelayotgan qon bu gepatitsitlarning ehtiyoji uchun, ya'ni oziqlanishi uchun, nafas olish uchun ishlatiladi. Portal venadan kelayotgan qon esa bu jigarni faoliyati uchun, funksional ishi uchun, ya'ni biosintez uchun, filtratsiya uchun demak nima qilinadi? Ishlatiladi. Bu ham demak markaziy yo'nalishda nima qiladi? Yo'naladi. Endi bizda yana bor, nima dedi? O't bor. Demak, jigar hujayralari bizda safroni ishlab chiqaradi. O't suyuqligini, buni yana to'g'riroq bo'lardi. O't suyuqligi va o't suyuqligi tuzlari desa to'g'riroq bo'lardi. Fenodizoksixolivoy kislota, ursaxolivoy kislota degan o'zini tuzlari bor. Mana shu kislota tuzlari bor. Mana shu kislota tuzlarini gepatitsitlar ishlab chiqaryapti. Lekin bu ishlab chiqarilgan o't suyuqligi markaziy venaga emas, qatga borish kerak? O't yo'llari uchun borish kerak. Tushuntira oldimmi? Demak, bu yerda o't yig'iladi mana, o't yig'iladi. Mana bu yerdan keldi mana. Bular nima qilyapti? Mana umumiy bitta yo'lga yig'ilib, demak, o'ng jigar o't yo'li hosil bo'ladi, chap jigar o't yo'li hosil bo'ladi, birlashadi-da, umumiy o't yo'li hosil bo'lib, pastga qarab chiqib ketadi.
arteriyadan kelayotgan qon, darvoza venasidan kelayotgan qon bu ham nima qiladi? Birlashadi. Hop. To'ppa-to'g'ri. Yaxshi. Mana biz sxemamizga qaytamiz. Mana bu yerda yana bitta nima deb nomladik buni nomini? Jigar bo'lakchasi. Mana yana bizda bitta jigar bo'lakchasi. Hozir ularni ko'rasizlar qanaqa ko'pligini. Mana jigar bo'lakchasi, to'g'rimi? Demak, jigar bo'lakchasining markazida nima bo'layotdi? Markaziy vena. Mana yana markaziy vena. Yo, triada уже hozir kerak emas. Mana markaziy vena. Demak, mana shu markaziy venalar o'zaro bir-bir bilan nima qilyapti? Mana qo'shilyapti-da va jigardan chiqib ketuvchi, jigardan yurakka yo'naluvchi vena hosil bo'ladi va buni nomini biz nima deymiz? Jigar venasi. Jigar venasi. Vena gepatika deymiz. Demak, jigar venasi yuqoriga ketuvchi katta qon tomir pastki kavak venaga quyiladi-da, butun qonni yurakka qarab olib ketadi. Tushundinglar? Bu prinsipini tushundinglarmi? Jigar bo'lakchasini. Endi bu narsani tushunganingizdan keyin bitta mikroskopik tuzilishini ham ko'ramiz. Mikroskopik tuzilishini ham ko'ramiz sizlar bilan. Hop, mana jigarni ochdik. Mana jigarni ochib kattalashtiramiz mana. Mana bu yerda chegaralari yaxshi ko'rinyapti mana. Qarasanglar, mana boyagi triada bilan mana chegaralari yaqqol ko'rinyapti. Chunki bu cho'chqani jigari. Cho'chqani jigarida bo'lakchalarning o'rtasida biriktiruvchi to'qimali parda bo'ladi. Nima edi? Endi o'ziga keladi. Lekin insonni jigarida anaqa bo'lmaydi. Boyagi bo'laklar aro to'siq yo'q. Ha. Hozir endi uni ko'ramiz hozir. Triadalarni birinchi cho'chqani preparatida ko'ramiz. Few hours later. 3 hours later. Hop, endi bu yerda cho'tki triada ko'rinmagan, mana markaziy vena. Mana bu yoqda, demak, nimalar joylashishi kerak bizda? Triada joylashishi kerak. Hozir triada haqiqiysini topamiz sizlar bilan. Yo, endi aytaman, siz idealniy kondalengiga kesa olmaysiz-da preparatni. Ba'zida qiyshuvroq yo'nalib qolishi mumkin. Sizni kesmaysiz. Hop, mana bu yerga qaraymiz. Mana katta bo'lib turgani bu nima ekan? Markaziy vena. Mana bu chetda joylashgan mana. Demak, triadalar. Qochib ketib qolmadi. Portal triada qilaylik. Hozir zagruzka bo'lsa. Bu kattalashtirgani mana o'zi katta preparat. Bu uzoqdan ko'rinayotgan. Hozir. Hop, bu yerda ham portal triadani ochamiz. Sal tezligi yetishmayapti-da. Hozir ochadi. Gistologiyani o'rganayotganingizda shu saytdan foydalaninglar. Meni maslahatim. Mana ko'rasizlarmi? Pig deb yozib qo'yibdi. Simbani ko'rganmisizlar? Mister Cho'chqaman deydi-ku, Puma. Meni cho'chqa deding. Ana endi bilasanmi meni? Meni Mister Cho'chqa deydilar. Mana bu vena. Ko'rasizlar, venada doim shakli noto'g'ri shaklda devori yupqaroq bo'ladi. Mana bu arteriya. Buni ham o'rtasida bo'shliq bor. Mushak qavati bo'lganiga, uni mushak qavati bir muncha qalinroq va uchinchisi mana nimani ko'ryapmiz? O't yo'lini ko'ryapmiz. Endi mana bu betga kelsak, mana bu yerda ham triada joylashgan. Hamma uchalasi baravar ko'rinmagan. Bu yerda biz mana arteriyani ko'rishimiz mumkin. Mana arteriyani ko'ryapmiz.
Hop, mana bu yerda ham bizda mana triada joylashgan. No aytganimdek boya insonnikida nimani ko'ra olmaymiz, boyagi to'siqni ko'ra olmaymiz. Mana cho'chqanikida nima bor? Mana biriktiruvchi to'qimani yaqqol ko'rish imkoniyati mavjud. Mana triada. Demak, mana bu arteriya bizada. Bu mana vena и mana bu o't yo'li. Bu nima ekan? Mana markaziy vena. Hop, bu yerda ham mana vena, yo'q bu vena o'zi bu, markaziy vena emas. Bu yerda mana arteriya. Mana markaziy venalar. Bu yerda boyagi mana triadan joylashuv. Bu yerda faqat markaziy venaga qaraysizlar и chetida joylashgan anaqa qarab triadaga qarab aniqlashingiz mumkin. Nu endi uzoqdan qarasanglar, mana boyagi to'siqqa o'xshagan narsa ko'rinishi mumkin. No, bu aniq to'siq emas. No, boyagi aytganimizdek anaqada cho'chqanikida bo'lsa, bu yaqqol to'siqni nima qilishimiz mumkin? Ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham mana to'siq juda ham yaxshi bo'yalgan. Shuning uchun ham nimani ko'ryapmiz? Uni chegaralarini yaqqol ko'ryapmiz. Mana hozir mana portal triada, mana загрузка bo'lsa. Ne uxlab qolasan? No, mana yana boyaga aytgandek aniq olti burchakni bu yerda ko'ra olmaymiz. Prosta kesmani ketganiga qarab. No, bu yerda chegarasida bizda nima joylashar ekan? Arteriya, vena va o't yo'li joylashadi. Endi buni yana o'zingiz uyda borib, bitta yaxshilab tanishib chiqsanglar bu sayt bilan mana ko'rasizlar. Bu yerda insonni qasi. Mana o'zi bu yerda shpargalkalarni ham berib qo'ygan mana. Sentralniy vena qaysi biri, gepatitsit nima, portal. Unda plugin o'rnatib qo'yasiz. Mana bunaqa plugin o'rnatiladi. Shu orqali qilinadi. Mana markaziy vena, mana bu turgan har bittasi mana hujayrasi, yadrosi bor, bu gepatitsit ustuncha bo'lib joylashyapti. Balka bo'lib joylashyapti. Buni mana chegaralarda mana triada, mana triada, mana triada, mana triada, mana triada. Tushundinglar? Endi mana gistologiyaga borsanglar, shundoq aytib tashlaysizlar, ustoz. Tushundinglar nima anaqa qilishini? Endi jigarning vazifalariga keladigan bo'lsak, jigar juda ham ko'p vazifalarni bajaradi. U eng katta biokimyoviy laboratoriya hisoblanadi. Hali insoniyat bunaqa laboratoriyani o'ylab topmagan. Sekundiga millionlab kimyoviy reaksiyalar sodir bo'ladi jigarda. Xo'p, demak, birinchisi boyaga aytganimizdek, oqsil sintez qilish. Oqsil biosintezi. Demak, qon oqsillari hosil bo'ladi bu yerda. Albuminlar, globulinlar, fibrinogen kabi oqsillar bu qon ivishida ishtirok etadi, mahsulotlarni tashishda ishtirok etadi, immunitetda ishtirok etadi. Bundan tashqari jigarda nima ishlab chiqariladi? Safro ishlab chiqariladi. Safro nima qiladi? Safro biz iste'mol qilgan yog'ni emulgatsiya qiladi, ya'ni yuzasini kattalashtirib beradi. Yuza kattalashdi degani lipaza fermenti yaxshi ta'sir etadi degani. Safro bo'lmasa, demak, yog'i parchalanishi ham nima qiladi? Buziladi. Yog' parchalanmagandan keyin so'rilmaydi. Nima qiladi? Axlat bilan birga chiqib ketadi. Demak, yog'li axlat kelishi, steatariya holati bo'lishi mumkin. Yana bizda bor vitaminlar, yog'da eruvchan vitaminlar bor. Demak, yog' parchalanib so'rilmasa, bu vitaminlar ham nima qilmaydi? So'rilmaydi. Demak, A, D, E, K vitamini, demak, bu vitaminlarning yetishmovchiligi, demak, vitamin A yetishmovchiligida shapko'rlik holati, kechasi yaxshi ko'ra olmaslik holati, vitamin D yetishmovchiligi, rahit bo'lishi mumkin yosh bolalarda, yosh kattalarda, demak, immunitet, suyakka mo'rtligi holati bilan kuzatiladi. Vitamin K qon ivishiga ta'sir etadi, demak, qon kesvosida to'xtamasligi mumkin. Vitamin E jinsiy hujayralarning hosil bo'lishiga ta'sir qiladi, tokoferol deydi. Hop, bundan tashqari jigar filtr vazifasini bajaradi, ya'ni barcha kelayotgan qonlar nima qiladi? Jigar orqali o'tadi va boyagi jigar sinusoidlarini orasida bu yerda bormi-ki, bizda
makrofag hujayralari bor. Makrofag Kupfer hujayralar deyiladi. Kupfer hujayralar makrofag bo'lgandan keyin fagositoz qila oladigan hujayralar. Demak, Kupfer hujayralari bor. Bular nima qiladi? Boyagi anaqani zararli moddalarni o'ziga yutib oladi. Xo'p, jigarning keyingi funksiyasi bu eshitgan bo'lsangiz, mana taloq bilan birgalikda anaqani qabristoni deydi. Eritrotsitlarni qabristoni deydi. Ha, eritrotsitlar yoshi qarib qolgan, boyagi hassada yuradigan eritrotsitlar nima qilinadi? Mana shu yerdagi makrofag hujayralar tomonidan nima qilinadi? Fagositoz qilinadi. Bizda eritrotsit hujayralari, buni ham endi bilishinglar kerak. Mana biokimiyani boshlabsizlar, sen bo'ling. Mana eritrotsit hujayrasi nimadan iborat? Gemoglobin degan oqsildan iborat, to'g'rimi? 96-97% ni gemoglobin hosil qiladi. Demak, jigarda bu nima qiladi? Gemoglobindan gem bilan globin oqsili ajraladi. Demak, globin oqsilini parchalab boshqa aminokislotaga ishlatishimiz mumkin yoki globinni o'zini olib keyingi eritrotsitni sinteziga ham ishlatib olishimiz mumkin. Bu oqsil nimaga ketdi? Qayta ishlovga ketdi. Ya'ni boshqatdan eritrotsit hosil bo'lishiga ketdi. Gem bo'lsa, o'zidan demak temirni ajratadi. Temirni ham biz eritrotsit hosil bo'lishiga ishlatamiz va bizda ajralib chiqadi biliverdin degan modda. Demak, gemoglobinni nimasi? Mahsuloti bu biliverdin. Biliverdindan bo'lsa bizda bilirubin degan modda. Bu demak pigmentativ rang beruvchi xususiyatga ega bo'lgan chiqindi mahsulot hisoblanadi. Bilirubin bizda bolalar yog'da eruvchi, sariq rang beradi. Yog'da eruvchan modda, ya'ni lipofil xususiyatga ega. Buni biz erkin bilirubin deymiz. Ya'ni eritrotsitdan hosil bo'lgan bilirubin bizda hali erkin, yog'da eruvchan bo'lsa, bu to'qimalarning ustida o'tirib qolish xususiyatiga ega. Yaxshi ko'rgan joy nerv to'qimasi. Nerv to'qimasini ustida o'tiradi, nerv faoliyatini buzadi. Shuning uchun aqliy faoliyatning buzilishi, ensefalopatiya holati yuzaga keladi. Ya'ni jigar tufayli miya faoliyatini buzilishini biz pechonочный, ya'ni jigar ensefalopatiyasi deymiz. Nimaga? Chunki bilirubin chiqyapti. U fizika kimyoviy xususiyatiga ko'ra lipofil bo'lgandan keyin nimada? U yog'da eriydi. Hujayralarimizni devori bizda nimadan iborat? Fosfolipid, da? Demak, hujayrani devorida nima qiladi? O'tirib qoladi. Nerv hujayrasini yaxshi ko'rgan joy. Shuning uchun ham buni zaharli bo'lganda zaharsiz holatga o'tkazish kerak. Bu ham nimada sodir bo'ladi? Jigarda. Demak, bunga glyukuron kislota degan modda qo'shiladi va bilirubin bizda erkin holatdan qanaqa holatga o'tadi? Bog'langan holatga o'tadi. Bog'langan, nima bilan bog'langan? Glyukuron kislota bilan bog'langan. Ana endi buni biz nima qilamiz? Eritib organizmdan chiqarib olishimiz mumkin. Demak, boyagi safroni tarkibida biz bilirubinni nima qilamiz? Organizmdan chiqarib olamiz. Demak, endi ko'p eritrotsit parchalansa, jigar uni hammasini zararsizlantirishga ulgurmaydi. Shuning uchun ko'p eritrotsit parchalansa ham nima oshib ketadi? Qaysi biri oshib ketadi? Erkin oshib ketib qoladi. Endi jigar hujayralarida bilirubinga glyukagon qo'shilyotdi. Jigar hujayralari zararlandi virus tufayli, virusli gepatit tufayli. To'g'rimi? Demak, ichidagi bog'langan ham, bog'lanmagan ham bilirubin chiqib ketadi. Demak, jigarga bog'liq bo'lsa. Ana endi bog'langan bilirubin hosil bo'ldi, o't bilan chiqyapti. O't yo'llarida nima bor? To'siq bor. O't yo'llarida to'siq bor. To'siq bo'lsa, ortiqcha bilirubin ham qonga so'riladi. Endi qaysi bilirubinning fraksiyasi oshyapti? Bog'langan. Demak, har bir holatda bizda giperbilirubin emiya holati, ya'ni qondagi bilirubin miqdori ortish holati yuzaga keladi va bunda nima ko'ramiz biz? Sariqlik ko'ramiz. Ko'zi sklerasi, milklari, terisi nima qiladi? Sarg'ayib ketadi. Lekin biz bilirubinga analiz topshirsak, ko'rishimiz mumkin bu bilirubin erkin bilirubin, ya'ni bog'lanmagan bilirubin hisobiga oshishi, bu demak ko'proq qonni parchalanayotgani hisobiga sodir bo'lyapti. Bizda ikkalasi baravariga ko'tarilgan. Demak, bu jigardagi muammodan darak beradi.
agarda bizda bog'langan fraksiyasi oshsa, bu erkini normalniy bog'langan oshsa, demak bu qayerdadir dimlanish bor. Yo toshi bor, yo onkologiyasi bor. Boyagi safro yaxshi chiqib keta olmaydi. Demak, jigar nima qilyapti? Bilirubinni chiqarib berish vazifasini bajaryapti. Bundan tashqari jigarda yana bitta jarayon sodir bo'ladi. Bu aminokislotalardan mana amino guruhi bor, to'g'rimi? Karboksil guruhi bor, amino guruhi bor. Radikal, karboksil guruh, amino guruh. Mana shu amino guruhi olib tashlaydi, ya'ni dezaminlanish reaksiyasi bilan. U hosil bo'lgan NH3 ga yana bitta vodorod qo'shiladi, nima? Ammiak hosil bo'ladi. Ammiak bo'ladi. Demak, ammiak ham bizda zaharli modda. U ham xuddi bilirubinga o'xshab lipofil, xuddi bilirubinga o'xshab nerv to'qimasini zararli. Shuning uchun ham ammiakni nima qilish kerak? Organizmdan chiqarib yuborish kerak. Demak, lipofildan biz nima holatga o'tkazishimiz kerak? Lipofildan gidrofilga o'tkazishimiz kerak. Chunki lipofil faqat jigar chiqara oladi, gidrofil bizda nima bilan chiqib ketadi? Suv qatdan chiqib ketadi bizda? Taloqdan suv chiqib ketadi. Buyrakdan chiqib ketadi. Demak, ammiakdan bizda arnitin sikli bor, uni hali biokimiyada o'tasizlar. Arnitin sikli orqali bizda mochevina degan yoki siydikchil degan modda hosil bo'ladi. Demak, bu jarayon ham qayerda sodir bo'lyapti? Jigarda sodir bo'lyapti. Hop, bundan tashqari jigar bizda uglevod almashinuvida ishtirok etadi. Boya aytdim, glikogenning nimasi? Zaxirasi. Jigarda glukoneogenez jarayoni sodir bo'ladi. Glikogenoliz jarayoni sodir bo'ladi. Ya'ni glikogen parchalanadi, glikogen hosil bo'ladi yoki glukoza moddasi aminokislotadan hosil bo'lishi mumkin. Uglevod hosil bo'lishi mumkin yog'dan. Glukoneogenez jarayonlar. Demak, bu jarayonlar sodir bo'lyapti. Hop. Va mana shu jarayonlar tasavvur qilinglar, 1 sekund o'zida millionlab reaksiya sodir bo'lib yotibdi. Bu endi men nima deydi, hozir esimga kelgan eng asosiy vazifalarga to'xtalib o'tdim jigar. Bundan tashqari jigar yana bizda qon deposi vazifasini ham bajaradi. Ozgina bir miqdorda qon jigarda saqlanadi. Mana hozir sizlar bilan biz endi Chilida bordir sportsmenlar, Mubinaga o'xshagan, to'g'rimi? Uxlab qolayotgan. Misol uchun biz sport bilan shug'ullanmaganmiz, to'g'rimi? Hozir birdaniga kuchuv chiqib qoldi, qochishimiz kerak bo'lsa yoki avtobusimiz ketib qotgan bo'lsa, yugursak, nima bo'ladi? O'ng tomonimizda og'rib qoladi yoki chap tomonimizda og'riydi. Nimaga? Chunki ichidagi qonni chiqarishga harakat qiladi-da, boyagi anaqada qisqarish sodir bo'ladi. Shuni hisobiga nima? Og'riq yuzaga keladi. Ha, chunki shug'ullanmay yurganiga-da. Tekshirib ko'rish kerak. Tekshirib ko'rish kerak. Bundan tashqari yana yog' almashinuvida lipoproteinlar hosil bo'ladi. Lipoproteinlar bu yog'ni tashuvchan moddalar-da. Pazzichlikdagi bor, o'ta pazzichlikdagi bor, yuqori zichlikdagi bor. Ular demak to'qimalarga yog'ni olib borib beradi, to'qimalardan olib keladi. Demak, buni buzilishi ateroskleroz, qon tomir ichida yog'ni to'planishiga olib keladi. Keyinchalik infarkt, insultga olib kelishi mumkin. Hop, bundan tashqari yana jigar yana nima qiladi? Jigar hop Kupfer hujayralarni etdi, antibakterialni etdi. Hozir o'ylab turdim, fikrim ketib qoldi. Yog'larni hosil qiladi, xolesterinni hosil qilishi mumkin. Depo, oqsil sintezi. Bu yerda yana ishlab chiqariladi qon ivish omillari, koagulyatsion omillar ishlab chiqariladi. Yo'q, bu qonni trombotina qo'lingizga kesib olganingizda tromb hosil bo'lishining o'zini bosqichlari bor. Tromblarni o'zaro bir-biriga bog'lanishi, tromblarni agregatsiyasi deyiladi, yopishib qolishi. Keyin mana shu trombni zichlashishi bor, kleylash bor-da, uni koagulyatsiya deydi, qon ivishi deydi. Bunga bag'ishlangan video bor meni kanalimda, обязательно ko'ringlar. Biokimyoga tegishli, fiziologiyaga tegishli. Xullas, mana shu qon ivish oqsillari ham jigarda ishlab chiqariladi. Jigar yaxshi ishlamasa nima bo'ladi? Qon ivimaydi. Kesib olsa qon yo'qotadi. Hop, yana nima bor? Yana hozir o'yladim, shu narsani gapirayotganimda xayolimdan chiqib ketdi qoldi.
Hop, jigar yana. Aha. Oqsil sintezlanishini etdik. Keyin jigarni juda ham regenerator xususiyati yuqori. Jigar hujayralari o'zini tiklash xususiyati eng kuchli hujayralardan bittasi. Mana jigarni 90% ni olib tashlasa, qolgan 10% dan boyagi 1,5 kilogrammi yana tiklanib olishi mumkin. Lekin massasi tiklanadi, jigar hujayralari tiklanmaydi. Bu yerda jigar hujayralarining regeneratsiyasi jigar hujayralarining kattalashishi hisobiga sodir bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Nima dedi? Jigar aytolman, jigar bu целый nauka, uni soatlab gaplashish mumkin. Mana shu asosiy sizlarga jigar bo'yicha aytmoqchi bo'lgan narsalarim shular edi.